Rudaki ko'chasi Brilliant City'ning ro'parasidagi Novostroykaning 3-qavatida mana shunaqa 4 xonalik yangi kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu eshikdan kirib kelish, eshikdan kirishimiz bilan chap tarafda umumiy sanuzil xonamiz bo'lyapti. To'g'rida esa bu mehmonxona ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib jihozlab qo'yilgan. Isitish tizimi, отопление batareyasi orqali to'g'rida mana shunaqa razdvijnoy eshiklar bilan oshxonaga o'tiladi. Oshxona ham jihozlab qo'yilgan, to'liq oynalari bor. Bu yerda ham radiatorlar o'rnatilgan. Kir mashinalar, xolodilniklar ham bor. Bu yerda esa mana shunaqa ajoyib yashirin eshikdan birinchi xonamizga o'tishimiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Bolalar xonasi yoki boshqa bironta bir xona maqsadda ham foydalansa bo'ladi. Konditsionerlar qo'yilgan. Bu yerda esa uyimizning o'zini balkoni ham mavjud. Uyimiz 3-qavatda joylashgan. 100 kvadrat metrni tashkil qiladi. Mana bu koridor qismimiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Bu ikkinchi bolalar xonasi. Asosan qiz bolalarga mo'ljallab jihozlab qo'yilgan, TV zonalar qilingan, shkaflar qilingan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu kattalar yotoqxonasi. Kirishimiz bilan to'g'rida kattalar yotoqxonasi o'zining alohida sanuzeli ham mavjud. Bu yer esa yotoqxona, mebellar bilan jihozlab qo'yilgan, TV zonalar, shkaflar, hamma narsa mavjud. Uyimizning umumiy maydoni 100 kvadrat metr, narxi $107 ming, albatta kelishtirib beriladi.